Assalomu alaykum. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana Pishqiroma FD'ga o'zimiz ordimizdamiz. Xudo xolasa 2026-yil hosilga tayyorgarlik. Kuzgi ishlarni olib boryapmiz. Ota-bola ikkovimiz mana har bitta tutni tagiga Amafos degan kimyoviy o'g'itdan solib, mahalliy o'g'itdan soldik va suv qo'yyapmiz. Tagidan chiqqan yosh nihollarni mana parg'ama qilib qo'ydik. Xudo xolasa bu yilga keyingi yil aprel-may oylarida boshqa yaxshi chiroyli chiqqan navlardan ulab ko'chatchilik bilan shug'ullanishda reja qilganmiz. Bizni kuzatib boring. Sog' bo'ling.